tushalaydigan daraxtning o'ttir qismida bo'lgan. Yana birisi ma bir asos shaxtdan chiqqan shaxtningki egizrak urunqular emas. İbrahim aka, Mehmet aka, hozir qaraydigan bo'lsak, nurg'a odam bu shingli yana urukratni bo'g'zolmaydi. Ammo mabag' bek bo'lib ketibdi. Endi buningdiki hamda bir asosiy sabab nima mush bag'dan shunday bo'lib ketishdiki? Qaysi xizmatlarni yaxshi ishlaganligimiz uchun shunday yaxshi bo'ldi. Mush to'g'risida bir keng xalqimiz bag'van do'stlar bir tushuncha berib bersak. Hurmatli bag'van do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun bizim shu Fayzotdagi mush dangliq bag'van, uning ustiga mush chaqtash texnikasida tunilgan bag'van Mehmetcan biz bir qo'llab boshqa bag'ib turibmiz. Ham mush bag'da qaraydigan bo'lsak, endi Mehmetcan deydi, haqiqatan mush shingli, ya'ni urukrat o'z chichigidan changlashib, mevalash nisbati bir qadar tuvan bo'lgan daraxtga ketadi. Şoň bu daraxtga chuqur changlashtirib sortlarni saplab tikish kerak. Asli bog' bino qilganda saplab tikish kerak. Hamda bog' bino qilganda saplab tikkanmay hammamizni ko'ngildan yoki shu urukrat qilib etdik. Qilib etgandan keyin qanday qilamiz? Buning udorini chart, motorini chart deb dixanlarimizni kallasini aylantirib etdik. Buning birdan bir halqa unni char nima deganda, mana qarang, ma daraxtga motif qarasangiz-mi, o'tirdi bir shax bor. Atifga qarang, atifni ko'rsangiz, anan qarasangiz-mi, o'tirdi bir bino, ayrim bir sort bor. Hammasi bu nima ahvol desangiz, bu shunga changlashtiruvchi sort. Fungurxonxo deydi, mögüy deydi, yeni bilimi deydi, shunga changlashtirgan asosiy fungurxonxomi? Fungurxonxo, mögüy. Fungur mögüy. Shunda changlashtiruvchi boshqa sortlarni saplab ulaga vaqtimizda mana bu daraxtning shoxlaridan egiz turdi bu. Buning chichigi ichida buning urug'i, ya'ni chichakchini deymiz o'lchamlik. Chichakchini bu urukratning chichigiga tushgandan keyin, andan keyin bu changlashib urug'lanib, shunday sanjaq meva bo'lib ketgan gap. Shunga kang bag'van do'stlarimizning Mehmetcanning mush texnikasini yaxshi o'rganib, mush urukratlar bo'lmayotgan ahvol bo'lsa, buningga mushlar changlashtirib sortlarni ulag'andimi va pastki shaxni ulab qo'ymay, mushlar o'tirdim bir shaxni tarbiyalab, shu egizroq shaxni ulab mushlar yetishtirib olsa, buning unumi yaxshi bo'ldi. Qolgan gapni men Mehmetcandan anglaymiz. Buningda endi shu yana bir changlashtiruv sortni ulashdiki, endi yana bir muhim masala nima deganda, birisi ulash o'rnini to'g'ri tanlamayotgan avval navbat ko'p uchratirman. Shu biz masalan mana o'ldiqshna, ma cho'qim o'lg'a o'rin kunlar tushalaydigan daraxtning o'ttir qismida bo'lgan. Yana birisi ma bir asos shaxtdan chiqqan shaxtningki egizrak urunqular emas. Endi bunday qilganda biz ma aliqdagi ma'lum nisbatga chiqtirgan notani biz muvofiq shalanib berganda eningki ma taraqqiy qilib yo'g'ina oladi. Endi buningga o'ttirg'ilab qo'ysak, yo'g'inab ketadi, tub soy chirol deganlar va agar men yo'g'inab ketib soy chirolma desa, kesib etsak shalanglash tuzaq bo'ldi. To'g'ri. Kesib shalanglash tuzaq bo'ldi. Yana bir muhim nuqta hamda biz shu changlashtirish masalasiga kelgan chaqda, masalan, Fungurxonxo deymiz, Fungurxonxo ishqilishdanki chichiklash vaqtida 3 kun farq bo'ldi ekan. Shu 3 kun farq endi bu daraxtningki endi oldiga mush ko'ngildan chichiklash vaqtida 7 kundan 10 kuncha atrofda oldiga chichiklaydi ekan. Shu mezgilga ba'zida havo temperaturasi Fungurxonxo to'g'ri kelsa, masalan Fungurxonxo sal kechikib ochadi ekan. Fungurxonxo eng birinchi ochdi. Fungurxonxo to'g'ri kelsa, Fungurxonxodan changlashda. Agar Fungurxonxoga to'g'ri kelsa, Fungurxonxodan changlashda. Buningda hatto xiy bo'linma bo'lmuş bag'da. Demak, shu hammasiningki chichiklash mezgilida bir necha kun farq bo'ldi ekan. Bir ikki suvoq bo'lib ketib qolsa-mu, ma bag'ninki mahsulotiga bek cho'ng ta'sir ko'rsatib ketmaydi odatda. Nima deganda, changlish vaqtiga qaysini to'g'ri kelsa, shuning changni qabul qila oladi degan maqsadda biz aralash olatda endi changlashtirish sorti degan. Demak, bu changlashtirish sortini ulab saplab ulag'andimi, bir xilni ulab qo'ymay, Fungurxonxo, xibolin, yana bilmaydigan shu xilni ulasak, ayshning chichigining qaysinin chichak vaqti ulab kelsa, shundan yaxshi changlashib yaxshi yo'lda, ha? To'g'ri. Nurg'ulgan kishi yana bir xilni daraxt, bir xilni sortni changlashtirib sortga ulab qo'ydigan ishlar bor. Shunga bu changlashtirib sort bulgan vaqtimizda chuqur 2-3 xil shu shingli turdagi mushun tuqqanlardan ulasa, u vaqtda yaxshi bo'lgan o'yinlarga kirishga bo'ldi ekan mana. Buni Mehmetcan mana naq maydonda bizga isbotlab so'zlab berdi. Rahmat sizga. 记得点赞关注哦。